Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli hamkorlar, ustozlar. Men So'rovchiman, Kamila Umarov. Hozirda 40 yoshman, bundan buyoqqa qarimoqchi emasman. Hozir yetib o'tirgan mahsulotlardan menda hammasidan natija bor. Chunki kam mahsulotdan katta natija chiqarganmiz. Oilamiz bilan juda ko'p natija. Men o'zimga keladigan bo'lsam, men yoshligimdan tug'ma parok serca, ya'ni shunaqa diagnoz bilan tug'ilganman. Tetradofallo degan juda ham og'ir diagnoz, yurakda. Tak, bu bola deyishgan, o'sha boshda doktorlar 6 yoshgacha borsa boradi, bo'lmasa yo'q. Deyishgan, endi shu bilan endi onamning qarovlari yaxshi bo'lgan, harakat bo'lib yashaganmiz. Lekin nima bo'lardi? Men maktabga borsam, doim men fizkulturadan ozod bo'lganman. Hech qanaqa uyda ham og'ir ish yo'q, menga buyurishmaydi, chunki men o'zim juda nozik bo'lganman. Shu bilan yurdim, bu korporatsiyani men 2006-yil, demak 19 yil bo'ladimi? 19 yildan beri taniyman. Va 2007-yilda azim ishlab turib, keyin qayta talab ochilgandan keyin 2019-yilda yana chaqirishdi. Keyin men aytdimki, yo'q, endi menga kerak emas. Desam, bilamoqda o'zi asl kasbim meni sartaroshlik. Chunki menga og'rish mumkin emas deb o'sha o'zimga o'tirib ishlaydigan sharoitlarni qilib olganman. Shu bilan ishlayapman, o'sha bilamoqda yurakda. Chunki men yurak bilan gaplashadigan bo'lib qolganman, chunki kimni qattiq og'risa o'shati jon deyiladi. Yostiqqa yotsam ham yuragim yaxshi urmayapti. Nima anaqa bo'lyapti? Aritmiya bo'lyapti. Shu kasalliklar bo'lardi. Mana shunaqa o'ylab yotaverardim, shu bilan keyin bormasam bo'lmaydi endi deganimda, shu bilan yana qaytadan borib joyimni tiklab, keyin birinchi olgan mahsulotim detskiy kalsiy va sink bo'lgan. Endi kalsiy yetishmasa inson organizmida impuls o'tmay qoladi. Sizni ko'z ochib yumishingizga ham kalsiy kerak. Gapiryapsizmi, hammasiga kalsiy kerak. Hamma harakatlaringizga kalsiy kerak. Kalsiy bo'lmasa, demak, organizm ish faoliyatini bajarmay qo'yadi, to'xtaydi. Kalsiy bilan sinkni ichgan paytimda menda o'zimda aritmiya yo'qolganini men sezganman, kechqurun yotganimda. Yuraklar tekis urayotganini o'zim bilganman. Endi bu tetradofallo diagnozi bo'lgani uchun, parok serca bo'lgani uchun operatsiya qilmasa bo'lmaydi. Operatsiya bilan bu. Lekin O'zbekistonda qilinmasdi u operatsiya. Keyin mana prezidentimiz o'zgarib transplantatsiya, ya'ni organlarni almashtirishga ruxsat berganlardan keyin bunaqa katta operatsiyani ham mayli qilamiz deyishdi-da. Menda yurak almashtirilmadi. Yurakka bu yoqqa olib qo'yib, o'zini to'g'irlab, yana joyiga solishdi. Shunda men grudnoy xirurgiyaga Chilonzorda bor, yurak katta anaqasi. O'sha yerga borib yotishimdan oldin ham shu mahsulotlarni ichib yurganman, shu bilan operatsiya qilindi. Doktorlarga ham rahmat aytaman, chunki operatsiyani juda muvaffaqiyatli o'tkazdi. 9 soat davom etdi operatsiya. Keyin 2 kun jonlantirish bo'limida yotdim va yana palataga olishgandan keyin yana ustozimga bog'landim. Ustoz menga detskiy kalsiy bilan sink kerak ekan. Shu bilan olib kelib berdilar. Endi men yotgan joyimda doktorlarga bildirmasdan uydagilar tayyorlab berishardi, chunki har bitta operatsiyadan chiqqan odamning oldida qarovchi yotish kerak. Chunki to'shi bir qarshi kesib tashaganda. Endi uni bir-biriga mustahkamlab o'sha simlar bilan ushlatib qo'ygandan keyin agarda kuch bilan siltanib turaman desangiz, u o'ynab ketadi, yana ochish kerak bo'ladi. Shuning uchun kimdir qo'lidan mahkam ushlab turib, bo'ynidan ushlaydi, o'tkazib qo'yadi, yana yotayotganda xuddi shunaqa yotqizib qo'yadi. O'tirib ovqat yeb oladi, yana yotadi. Mana shunaqa qilib, endi men operatsiyaga kirmasimdan oldin 18 kunlab birovlarga qarab yotganlar bor edi. Operatsiyaga kirib chiqdim, 2 kun jonlantirish bo'limida yotdim. Endi u 20 kun bo'ldim, 20 kundan beri haligi odamlar turmaydi, yotadi. Men keyin 2 kundan keyin o'sha mahsulotlarni ichish boshlagandan keyin 2 kundan keyin sekin o'sha kalavatni chetini ushlab turib olishni o'rganib oldimda. Keyin yana kalavat chetini mahkam ushlab turib sekin yotib olardim. Keyin men oldimda qarovchi akam yotgandilar, akam keyin javob berardim. Bo'ldi, ketavering, men yaxshiman dedimda. Yo'q, hali yaxshi emassan dedi. Yo'q, men yaxshiman, bo'ldi, ketavering dedim. Shu bilan ularga javob berardim. Keyin sekin aylanib tapchkamni kiyib xonani aylanishni boshladim. Keyin ertasi kundan sekin koridorda aylanib yursam, meni operatsiya qilgan doktor, Umid Jonovarovich degan doktor,
qog'ozlarni ko'tarib qayoqqa o'tib ketyapti, menga qarab ketyapti. Nimaga bu yuribdi? Endi tez yurmasam ham sekin yuribman, o'zimga ishonch bor. Shu bilan bu mahsulotlarni iste'mol qilganimdan keyin juda ham tiklanish davri tez bo'ldi. Operatsiyadan keyin qisqa vaqt ichida, ya'ni 18 kundan keyin, 15 kundan keyin javob berishdi 9 ta odamga. Istoriya payti keldi, ularning ichida men ham bor edim. Shu bilan endi men deyarli o'sha 40 kunni yotgan bo'lsam, operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin jami 40 kun yotgan bo'lsam, bu palatada kim yotibdi, bu yerda kim yotibdi, narginda kim yotibdi, kim bolasiga qarab yotibdi, kim onasini olib yotibdi, kim otasiga qarab yotibdi, hammasini tanib qolgansiz-da. Shu bilan endi hammamiz bir-birimiz bilan yaqin bo'lib qolgandan keyin hali chiqib ketayotganlar bilan biz kelishdik. 3 oydan keyin qaytib kelasizlar dedi doktor. 3 oydan keyin qaytib kelasizlar degandan keyin davayte deb 3 oydan keyin bir vaqtda kelamiz. Ham bir-birimizni ko'ramiz, bir-birimizni sog'lig'imizdan xabardor bo'lamiz deb. Shu bilan bo'pti kelishdik. Endi men aytib o'tdim, sartaroshman. Uyga chiqqandan keyin 2 kundan keyin meni yana odam chaqirib kelishdi boshladi. Oldim sartaroshxona uyim yonida. Bo'pti dedim, shu bilan chiqib ishlayverdim. Endi sartaroshga tinmay odam kelib turadigan bo'lsa, tinmay ishlashingiz kerak-da. Shu bilan ishlayverdim. Oradan 3 oy ham o'tdi. Chunki yuragi hujayralari har 3 oyda yangilanib boradi. Shuning uchun 3 oyda kelgin deb chaqirishadi. Shu bilan boradigan paytimiz bo'ldi yana. Telefonlashdik hammamiz. Boramiz. Endi men Toshkentda turganim uchun eng kecha men bordim. Chunki qolganlar mana sizlar vodiylardan, Farg'onadan, Namangandan bor edi, Andijondan bor, Vohadan kelishdi. Ular bir kun oldin kelishgan, shuning uchun vaqtli borishdi. Men endi Toshkentda turganim uchun kech men bordim. Hammalar apparatlarga kirib chiqishgan. Shu bilan o'tirishibdi. Men ham kirdimda endi echokardiogramma qilyapti. Echokardiogramma qilib, ahvolim qanaqa ekan desam, doktoringiz aytadi. Bo'pti, shu bilan qog'ozni olib, keyin bir navbat doktorga kirdik. Doktorga kirsak, aytibdi. Xo'p, yaxshi, sizni ichingizdagi o'sha kesgan qon tomirlargacha bitib ketdi hammasi. Zo'r. Endi ham odamlardan so'rasam, siz 3 oydan keyin yana qayta ko'rikka kelasiz. Siz doim mashq yechinglarni yurishingiz kerak. Haligacha mana qatnaydiganlar bor. Shuning uchun hammaga men tavsiya qilaman. Albatta ichinglar natija olinglar, sog'lom bo'linglar.